Biz buni 10-aprel 2026-yil 10-aprel sanasida gullamasdan oldin qo'yib ketdik. Bu nima daraxtga o'xshaydi muqarrib? Bir tomondan yong'oqqa o'xshab ketadi. Albatta bu yong'oq daraxti emas, bu pista daraxti sorti akbariy sorti. Eng zo'r meva soladigan, hali buni yorilib, mevasi pishib borgan jarayonni ham, uzilayotgan jarayonni ham qo'yib boramiz mana. Bu tomonlarni ko'rsatinglar mana. Mana bu tomonlarni qaranglar, mevasini qaranglar solgan. Albatta buni chaynatuvchisi bilan ekish kerak ekan. Mana yoshini baholasa o'zimizning oshnamiz ekkan. Buni maqsad ko'chatlardan ko'paytirib qo'yganmiz. Kattaligini qarang. Bu 7 yildan beri xudo xolasa hosil beradi mana. Tepasiga ham chiqib ko'rsatib berdik tushunmaganlarga mana. Mevalarini qaranglar mana. Operator yaqinroq ko'rsatib olasiz. Mana mevalar xudo xolasa o'ta go'zal holatda solgan. Albatta buni erkagi ayoli bo'lar ekan mana. Erkak ayoli bilan ekish kerak ekan bu. Olib keling, bu tomonlarni ham ko'rsating. Mana bu tomonlari. Albatta bular erkagi. Mana ular qilmaydigan erkagi. Bular ayollar. Mana solganini qarang. Bu juda katta bo'lib ham ketmas ekan. Pastda yerda o'tirib olib, tersiz ham bo'laveradi. Qaranglar, akbariy sorti albatta. Buni ko'chatlardan ko'paytirib qo'yganmiz. Bugun 2026-yil 10-iyun sanasida. Bundan 2 oy oldin 10-aprelda gullashidan oldin qo'yib bordik mana. Yaratib bu tomonni ham olib qo'ying. Albatta bizga aloqaga chiqaverasizlar. Kimga pista ko'chatlar kerak bo'lsa, xudo xolasa noyabr oyiga albatta soni cheklangan ko'paytirib qo'yganmiz. Bizga aloqaga chiqaverasizlar. Doimiy kuzatib borishda bizlar davom etinglar, like bosib, Qo'li dehqonga obuna bo'lib, pistadan bog' qilaman deydigan tanish bilishlarga jo'natib qo'yamiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Faqat bizni kuzatishda davom etinglar. Mana. Mevalarni qaranglar. Sog' bo'lasizlar.